Hech o'ylab ko'rganmisiz? Xiyonat qachon sodir bo'ladi? Erkak boshqa ayol bilan bo'lgan paytdami yoki undan ancha oldinmi? Sevishib turmush qurganlar xiyonatni ancha oldin payqashi mumkin, lekin aksariyat ayollar xiyonatni aynan fakt sifatida biladi xolos. Bugun biz xiyonatni oldindan ko'rsatadigan aniq belgilar haqida va xiyonat jarayoni qanday boshlanishi haqida gaplashamiz. Bu videoda siz xiyonatdan ancha oldin paydo bo'ladigan aniq belgilar haqida, xiyonat jarayoni qanday paydo bo'lishi haqida va eng muhimi xiyonatni erta bosqichda qanday qilib to'xtatish mumkinligi haqida gaplashamiz. Agar siz o'z munosabatlaringizni xiyonatdan saqlab qolishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Eng birinchi belgi o'ta muhim va o'ta nozik. Bu belgi erkakni sizdan va farzandlaringizdan o'zini ajratishidan boshlanadi va bu narsa uni gaplarida namoyon bo'ladi. Oldin biz hal qilamiz degan narsalaringiz asta-sekin man qaror qildim, man shunday deb o'ylayman, man shunday qilamanga o'tib qoladi. Bu bilan erkak kishi o'zidan siz va farzandlaringiz uchun mas'uliyatni asta-sekin chetlashtira boshlaydi va o'zini hisobdor deb his qilmay qo'yadi. Bu nima degani? Bu shu deganiki, u asta-sekin o'zini munosabatlardan chiqarishni boshlaydi. Shuni tushunish muhimki, erkak kishini munosabatlardan o'zini olib qochishi sizni anglagan yoki anglamagan holatdagi roziligingiz bilan bo'ladi. Agar harakatlar chegaralanmasa, ular kengaya boshlaydi. Shu nuqtai nazardan asta-sekin munosabatda o'zingizni o'rningizni qayta ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Bu narsa e'tiboringizni o'zingizga qaratishdan boshlanadi. Ikkinchi belgisi chegaralarni yumshashi. Hech e'tibor berganmisiz? Bolalaringizga biron bir narsani taqiqlasangiz, ular bu narsani qilmaydi. Lekin sizga yoqmaydigan narsani qilishsa-yu, siz ularni bundan to'xtatmasangiz, ular bu narsani yanada oshirib qiladi. Chegaralar xuddi shunga o'xshaydi. Agar siz xatti harakatlarga chegara o'rnatmas ekansiz, bu xatti harakatlar borgan sari kengaya boshlaydi. Erkak kishi uchun bu narsa oldin o'ziga ruxsat bermagan narsalarni oddiy holatdek qilishni boshlashida namoyon bo'ladi. Begona ayollar bilan shunchaki yozishish, ularni qo'ng'iroqlariga javob berish, sizni oldingizda ham uyalmasdan telefonini qo'ldan tushirmasligi, ishlarda kechga qolib ketishi va bu mani qo'shnim, eski tanishim, sinfdoshim yoki hamkasbim deb bahonalar qilishi. Bu yerdagi eng asosiy tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, bu hamma harakat ichki ruxsat berishdan boshlanadi. Bu narsani sezib qolganingizda, siz aynan o'zingizni shaxsiy chegaralaringizni qo'yishingiz va ularni mustahkamlashingiz kerak bo'ladi. Bu narsa o'zingizga yoqmagan narsalarni ajratishingizdan boshlanadi. Ko'p ayollar munosabatlarida xiyonatni belgilarini sezib qolishganda eng katta xatoni qilishadi. U ham bo'lsa, birdan bir nima qilish kerak deb o'ylashadi. Ular janjallashishadi, hisob so'rashadi yoki turmush o'rtoqlarini poylashni boshlashadi. Aslida bu narsa eng katta xato. Bunday vaziyatni sezib qolganingizda bitta narsani tushunishingiz kerak. Xiyonat bu fojia emas. Xiyonat bu zarba emas. Xiyonat bu shunchaki aynan shu vaziyatni ro'y berishiga yo'l qo'ygan tizimdagi nosozlikni ko'rsatadi. Aynan shuning uchun sizni vazifangiz bu tizimni tiklash. Uchinchi
asosiy belgi bu e'tiborni susayishi. Bu narsa eringizni uyda sovuq, tanqid qilishi, hech narsa yoqmasligi, qo'pollashishi, lekin tashqaridagilar bilan o'ta va o'ta muloyim bo'lib ketishida va eng asosiysi diqqat e'tiborini faqat o'ziga, yurishiga, turishiga va kiyinishiga qaratishida belgilanadi. Bunday holatda siz eng muhim narsani tushunishingiz kerak. Xiyonat bu yolg'on va yolg'onga yo'l qo'ygan odam allaqachon ichki muqaddas chegaralarni o'tib bo'lgan bo'ladi va aynan shuning uchun sizning nasihatlaringiz unga ta'sir qilmaydi. Bu holatda eng asosiy vazifangiz diqqat e'tiboringizni o'zingizga qaratishingiz va ichki mustahkam qadr-qimmatingizni tiklashingiz. Xiyonat ro'y berganda ayollar ko'pincha hissiyotlarga berilishni boshlaydi va o'ylashadi, asosiy vazifalari nima bo'lganini shu bugunoq, hoziroq aniqlashtirishdir. Aslida biz eng katta xatolarni vasvasa holatida qilamiz. Ayol kishini eri bee'tibor bo'lib qolsa, ayol kishi yana bitta katta xatoga yo'l qo'yadi. Ya'ni birdan hamma narsaga oydinlik kiritishga, hamma narsani bilib olishga, tagiga yetishga, oddiy qilib aytganda ushlashga harakat qiladi. Lekin bor haqiqat shundan iboratki, biz vasvasa holatida pala-partish qilgan harakatlarimiz oxir-oqibat bizga kerak bo'lmagan natijani tezlashtirib beradi, xolos. Aynan shuning uchun bitta misolni doim xayolingizda tutishingizni istagan bo'lardim. Tasavvur qiling, mashinani ketayotgan joyida tormozlari ishdan chiqsa, odam qanaqa holatga tushadi? Vasvasa holatiga tushadi va bu narsa holatni yaxshilashga hech ham yordam bermaydi. Aksincha, holatni yomonlashtiradi. Xuddi shunga o'xshab, xiyonatni payqab qolganda eng asosiy qiladigan ishingiz bu to'xtash. Agar siz hozir o'z munosabatlaringizda shu belgilarni ko'rib turgan bo'lsangiz va bu xiyonatni kelib chiqish ildiz sababini bilmoqchi bo'lsangiz, bepul diagnostikaga taklif qilaman. Bepul diagnostikada siz aynan bu vaziyatda qanday o'rinda turibsiz va munosabatlaringiz nima bilan tugashi mumkin bilib olishingiz mumkin. Bepul diagnostikaga ro'yxatdan o'tish uchun описаниеga o'ting va ilova orqali yoziling. 4-belgisi bu qadr-qimmat va ehtiromni asta-sekin yo'qolishi. Bunday belgilar sizga nisbatan yuqori darajada tanqidiy, ba'zida qo'pol munosabatda bo'lishida bilinadi. O'rtada sovuqchilik kuchayadi va sizni bor yoki yo'qligingiz turmush o'rtog'ingizga ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Bu narsani ko'rsatadigan aniq bir belgi bor. Agar siz kasal bo'lguday bo'lsangiz, sizga hech qanday e'tibor berilmaydi, hattoki shu sabab siz bilan janjallashish ko'payadi. Bunday vaziyatda siz tushunishingiz kerak bo'lgan muhim bir jihat bor. U ham bo'lsa, bunday holatga kelishi munosabatlaringizdagi olish-berish mutanosibligini yo'qolishi orqali bo'ladi va bu narsani oddiy test bilan sinashingiz mumkin. Munosabatlaringizda kim ko'proq yaxshilanishi uchun harakat qiladi? Munosabatlaringizni yo'qotishga kim ko'proq qo'rqadi? Va eng asosiysi, munosabatlaringizni ushlab turish uchun kim harakat qiladi? Bu savollarga javob berib, siz munosabatingizdagi o'rningizni aniqrog'i, bu o'rningizni yo'qotganingizni ko'rishingiz mumkin. Munosabatlarda o'rinni tiklash uchun eng avvalo e'tibor qoidasiga amal qilish kerak bo'ladi. E'tibor qoidasi shundan iboratki, bizni e'tiborimiz nimada bo'lsa, aynan shu narsa rivojlanadi. Sizni e'tiboringiz o'zingizda bo'lmas ekan, bu narsa munosabatlaringizdagi o'rningizni yo'qolishiga ham sabab bo'ladi.
Aynan shuning uchun bunday holatlarda eng asosiysi diqqat e'tiboringizni yana o'zingizga qaytarish bo'ladi. Munosabatlarda xiyonat borligini bildiruvchi yana bir ko'rsatkich bu eringizni o'zini oqlashga urinishga boshlashi. Bunday holatlarda u bor aybni sizga to'nkashga harakat qiladi. Bu narsalar "San o'zgarding, yoqmayapsan, shuniyam bilmaysan, qanaqa ayolsan" degan gaplar bilan namoyon bo'ladi. Qachon hamma bor muammolarda sizni ayblashni boshlaganda, bu sizga o'ylanish uchun sabab bo'lishi kerak. Bunday vaziyatda tushunishingiz kerak bo'lgan hayotiy zarur narsa borki, u ham bo'lsa sizni ichki qadr-qimmatingiz faqat va faqat o'zingizga bog'liq bo'lishi. Bunday vaziyatdagi gaplarga jiddiy qaramaslik va diqqat e'tiborni o'zingizga qaratishni davom ettirish kerakligi. 5-belgi bu o'zini oqlashni boshlashi. Bunday vaziyatlarda hamma muammolarga aybdor siz bo'lasiz va eng asosiysi menga munosabatlarimiz yoqmayapti, menga yetarli bo'lmayapti yoki ko'nglimdagidek emassan degan gaplar. Shu o'rinda muhim narsani yodingizda tutishingiz kerak. Bu erkak siz haqingizda gapirmayapti. U shunchaki o'zini yolg'oni, xiyonati va o'zini oqlashga harakat qilyapti. Shu sabab bu gaplarni o'zingizga nisbatan jiddiy qabul qilmaslik kerak. Va eng asosiysi shuni tushunish kerakki, xiyonat bu munosabatlardagi har bir insonni o'rnini ko'rsatib turadigan vaziyat. Xiyonat shuni ko'rsatadiki, munosabatlarni aslida kim boshqaradi? Xiyonatni yengish uchun munosabatlarga o'z munosib o'rningizni qaytarish kerak bo'ladi. Aslida xiyonatni formulasi oddiy. Xiyonat bu shunchaki o'rningizni yo'qotish demakdir. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xiyonat bu bir zumda va birdan paydo bo'ladigan holat emas. Xiyonat aslida bu vaziyatni keltirib chiqargan tizimdagi xatoni ko'rsatuvchi holat va xiyonat chegaralarni buzilishi va o'ziga mumkin degan qarorni qabul qilinishidan boshlanadi. Demak, shuni tushunish kerakki, xiyonat bu faqat erkakda gap degani emas. Xiyonat bu aslida munosabatlar tizimidagi muammo haqida va aynan munosabat tizimini tiklash va uni mustahkamlash orqali xiyonatdan g'olib chiqish mumkin. Aslida munosabatlar tizimida ayolni o'rni yo'qolsa va munosabatlarda olish-berish muvozanati buzilsa, xiyonatni sodir bo'lishi aslida faqat vaqt masalasi. Munosabatlaringizda xiyonatni ro'y berishini oldini olmoqchi bo'lsangiz yoki xiyonatga duch kelib bu vaziyatdan g'olib chiqishni bilmoqchi bo'lsangiz, xiyonatdan g'olib chiqaman kitobimda bu haqida batafsil yozganman. Kitob haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun ilova orqali o'ting va kitob so'zini yozing. Bu mavzu haqida o'z fikrlaringiz, hayotingizda xiyonatga duch kelib qilgan harakatlaringiz, yo'l qo'ygan xatolaringizni kommentariyalarda yozing va biz xiyonatdan aynan siz g'olib chiqishingiz uchun ma'lumotlarni beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.